بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم azizlar, Alloh haq subhanahu va taoloning marhamati bilan Rabiul Avval oyiga ham yetib keldik. Bu oy qanday oy deysizmi? Rabiul Avval oyida butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot tavallud topdilar. Aslida Rabiul Avval oyi azizlar, bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tug'ilgan oy bo'lganidan kelib chiqib, siz bilan biz bu oyda Rasulimiz alayhissalomga bag'ishlamoqligimiz kerak. Ya'ni u zotni hayotini o'rganmoq. Aytingchi azizim, qaysi birimizni xonadonimizda payg'ambarimiz alayhissalom haqida suhbatlashyapmiz? Imom Tirmiziy rahmatulloh alayhini Shamoil Muhammadiyya degan kitoblari bor. Butun dunyoga mashhur kitob. Ulamolar mana shu yurtdoshimizning kitoblariga baho berib aytadilarki, kimni uyida ushbu Shamoil Muhammadiyya kitobi bo'lsa, demak o'sha uyda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam borlar. Chunki u kitobda Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'rinishlari, shakli, shamoillari hammasi berilgan. Bizni hammamizni xonadonimizda bu kitob bo'lmasligi mumkin, lekin bizni uyimizda ham Rasulimiz alayhisolatu vasallam bo'lishliklari mumkin. Qanday qilib deysizmi? U zotni eslashlik bilan, u zotni hayotini o'rganishlik bilan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatimiz, uyingizga u zotni mehmonga chaqiring. Oilangiz bilan o'tirganda u zot haqida suhbatlashing. Bolalaringizga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning yoshliklarini, kattalarga esa kattaliklarini gapirib eslating. Husn xulqlaridan, odob va axloqlaridan namuna oling. Keling mana shu Mavlud oyini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bag'ishlaylik azizlar. Holbuki Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla marhamat qilib aytadiki, astaizu billah, innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Sadaqallohul azim. Alloh marhamat qilyapti. Albatta Alloh xoliq bo'lgan, qodir bo'lgan, Razzoq bo'lgan, Qoyyum bo'lgan, siz bizni yaratgan, butun olamlarning maliki bo'lgan, qiyomat kunining egasi bo'lgan, siz bizni yo'qdan bor qilgan Robbimiz va Robbimizning farishtalari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat aytadi. Ey iymon keltirganlar, sizlar ham payg'ambaringiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salom ayting deyapti. Alloh buyuryapti, amr qilyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Alloh azza va jalla o'zi yaratgan payg'ambariga o'zi salovat aytyapti. Farishtalar aytyapti. Bizlarni gunohlarga to'lib ketgan og'zimizdan chiqadigan salovat va salomlarga u zotning ehtiyoji yo'q. Bizning ehtiyojimiz bor. Biz bunga zormiz. Chunki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, o'zlarining muborak hadislaridan birlarida, man solla alayya solatan wahida, kim menga bir marta salovat aytib qo'ysa, sallallohu alayhi 10 salovat, Alloh azza va jalla o'sha bandaga 10 marta salovat aytadi dedilar. Rabiul Avval oyi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavallud topgan oyda mana shunday salovat va salomlar bilan o'tkazmoq kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, sizlar menga ismlaringiz va shakllaringiz ila ko'rsatilasiz. Bas menga salovat aytishni go'zal qiling dedilar. Hozir men bir gapni aytaman. Mana shu gapni eshitgandan keyin ham agar salovat va salom aytmaydigan bo'lsak, unda Alloh bizni kechirsin, qalbimizni tozalash kerak. Tasavvur qiling azizlarim. Siz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan hozir ko'rishib qolishlikni va u zotga qarab assalomu alaykum ya Rasululloh desangiz, u zot sizga qarab va alaykum assalom deyishligini, salomingizga alik olishligini xohlaysizmi? Sizni salomingizni eshitishni xohlargan bo'larmidingiz? Buni imkoniyati bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilar,
Alloh azza va jalla yer yuzida sayohat qilib yuradigan farishtalarni yaratdi. U farishtalar osmonda uchib sayohat qilib yuradi. Kim menga salovat aytsa, ular menga o'sha salovatni salomlarini olib keladi dedilar. Subhanalloh. Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga salom aytsak, u zot bizni eshitarkanlar. Bu biz uchun baxt emasmi? Tasavvur qiling. Tasavvur qiling, har kuni u zot bilan salom alayk qilishlik baxtini. Qanday qilib salovat aytmaylik? Bir xilgilar salovat aytishlikdan uyaladimi yoki noqulay holat bo'ladimi? Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ismlarini eshitganda salovat aytilmaydi. Agar yonboshlab yotgan bo'lsalar ulug'lar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nomlari eshitib qolsa, yotgan joylaridan turib Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad derkanlar. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yotgan joylarda salovat aytmasaganlar ismlarini eshitganlar. Biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Salovatni aytishligimiz kerak, ko'proq salomlar aytishimiz kerak. Ana o'shanda xonadonimizga nur, fayz, barakot keladi. Rabiul avval oyini Rasulimiz alayhisolatu vasallamga salovat va salom aytishlik va u zotni hayotini o'rganish, u zot haqida suhbatlashishlikka bag'ishlamoq kerak. Biz ham azizlar, mana shu bir oy ichida inshaalloh suhbatlarimizni to Rabiul avval oyi chiqqunga qadar faqatgina payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bag'ishlashlikka niyat qildik. Ushbu oyni u zot bobarakotni eslashlikka, u zoti bobarakot haqida yana ko'proq suhbatlashishlikka, birgalashib u zotni eslab, salovat va salom aytib, ko'zimizga yosh olib, u zotga muhabbatimizni ziyoda qilishlikka harakat qilamiz. Doimo bizni suhbatlarimizni kuzatib boring. Hammalarimizni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning shafoatlariga loyiq qilsin.